Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Tepluz jamoasi ikkita kat yo'limizni dastlab yoqib beryapmiz. Bittasi Andijon viloyati Baliqchi tumaniga, bittasi Namangan viloyati Norin tumaniga. 35 kilovatlik kat yo'limiz. O'sha har doimgidek Pansilpol kompaniyasining Polshani o'sha retortli garelkasi. O'sha originalidan chinnaklari hamma yo'q, ventilyatorlari o'ziniki, kontrolleri dom avtomatika, ventilyatorlari nemetskiy bo'ladi. O'zimizda qo'l avtomat kat yo'llarimiz, miyalari Xitoyniki bo'ladi, o'zimizda yig'ilgan bo'ladi. Ventilyatorlari o'sha alyumin korpusli original ventilyatorlar 20 kilovatlik 200 kvadrat joyga yetadi. Xudo xolasa, tozalaydiganlari hammasini komplekt qilib tayyorlab qo'yganmiz. 20 kilovatlik kat yo'limiz 6 dona dimoxodi bilan Namangan viloyati o'sha Baliqchi tumanidagi Dilshod aka WhatsApp orqali musofirdan chiqib zakaz qilishgan. Xudo xolasa tayyorlab chiroyli qilib dastlab yoqib beryapmiz. Kimga shunaqa sifatli kat yo'llar kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa beramiz.